Hozirgi paytda Do'mbrobodda bu narxga bunaqa uy topolmaysizlar o'rtoqlar, 100% javob beraman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Quyidagi uyimiz Chilonzor Do'mbrobodda joylashgan bo'lib, umumiy 2 sotu yer maydoniga ega. Hovli qismiga kirib oldik, ko'rib turganidek kattagina zeleniy zona qilingan. Uyimizning asosiy binoga kirish, undan tashqari mashina uchun 2 ta mashinaga joy bor. Uyimizdagi xonalar soni 5 xonani, umumiy kvadratura bo'lsa 250 kvadraturani tashkil qiladi. Uydagi qavatli soni bo'lsa 2 qavatni tashkil qiladi. Qisman podval qilingan. Podval qismini video davomida ko'rib o'tib ketsanglar bo'ladi. Kotelnining o'zi mavjud. 2 ta qavatda umumiy hisobda 5 ta xona mavjud. Uy ichiga kirib obzori davom ettiramiz. Hovlidan kirganingizda shunaqa kattagina hovlga ko'zinglar tushadi o'rtoqlar. To'g'rida shunaqa razdvижной eshik qo'yishgan. Undan tashqari oshxonamizning mebellari ham mavjud. Oshxonamiz shunaqa kompaktni, chiroyli qilib qurilgan. Hovlidan kirib o'ng qo'lga qaraganingizda ikkinchi qavatga chiqish, podval o'sha kotelnayimizga tushish va o'ng qo'ldagi xonamiz mehmon xona hisoblanadi. O'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar mehmonxonamizga ham. To'g'rida bo'lsa, birinchi qavat uchun mo'ljallangan yotoqxona, uyi kattalari uchun albatta. Va uni yonida bo'lsa, birinchi qavat uchun mo'ljallangan umumiy yuvinish xonasiga ko'zinglar tushadi. Ikkinchi qavatga chiqib obzorimizni davom ettiramiz. Ikkinchi qavatga ham chiqib oldik azizlar. Ikkinchi qavatdagi umumiy xonalar soni 3 tani, yuvinish xonasi 2 ta, bitta garderobni tashkil qiladi. Chiqqaningizda shunaqa hol bor. Bu yerga bemalol mehki zona qilib televizor ko'rib o'tirishingiz mumkin. Zinadan o'ng qo'lga chiqqaningizda birinchi navbatda ikkinchi qavatdagi umumiy yuvinish xonasi. Uni yonida ikkinchi qavatdagi birinchi yotoqxona va undan keyingi xonamiz ikkinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxonamiz. Eng oxirgi 3-yotoqxonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona hisoblanib, bu xonani o'zini garderobnisi va spalnisi mavjud. Garderobnisini ko'rsanglar bo'ladi videoda. Alohida mebelni ham qilib qo'yishgan. Uy to'g'risidagi hozircha ma'lumotlarimiz, qisqacha obzorimiz shulardan iborat edi. Yana sizlarni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilib, hamma ma'lumotga ega bo'lsanglar bo'ladi.